Marotaba el xalq manfaati yo'lida izchil ishlar olib borayotgan mana shu kompaniyaning barcha mutasaddi xodimlariga avvalambor tashakkurimni e'lon qilaman va so'z bilan emas, ozgina o'zimni ilmiy ishlarim bilan ozgina o'zimni qalam tebratib turaman. Mana shu she'riy ijromni sizlarga o'qib bermoqchiman. Assalom dillarga nur sochgan oftob, nur ziyo maskanin yaratgan kitob, ilm ma'rifatga ko'z ochgan kitob, toza yuragimda bir ulug' niyat, bugun qarshimizda buyuk imkoniyat, yuksalib bormoqda eli yurtimiz, hech qachon bo'lmagan kamu do'stimiz, yonma-yon turibdi hamkor do'stimiz, chunki qalbimizda bir ulug' niyat, bugun qarshimizda buyuk imkoniyat. O'quvchim qoqilma sen uchun kitob, o'qi deya qilaman xitob, zarrin nurin sochar ko'kdagi oftob, toza yuragimdan joy olgan niyat, bugun qarshimizda buyuk imkoniyat. Kimdir ig'vo qilsa bo'lma parvona, katta orzu sari yurgin mardona, buyuk ishlaringni etma pinhona, singlim yuragimda bir toza niyat, bugun ko'nglim qarshimizda buyuk imkoniyat. Buyuklar izdoshi bo'ladi buyuk, xalqim ardog'ida doimo suyuk, hamkorlik birlashmoq niyati ulug', garchi ko'nglimizda bir ulug' niyat, bugun qarshimizda buyuk imkoniyat. Aziz hamkorlar, hammalaringizda bir yillik yubileyga, balki o'zini necha yillar borasida xalq manfaati yo'lida o'zbek xalqining yanada barqarorlashish, bardavom bo'lishi uchun olib borayotgan mana shunday tashabbuslaringizdan hech qachon charchamangizlar. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan mutasaddi xodimlar, mana shu marketingni, savdo planini yuritayotgan xodimlar, hammalaringizga tashakkur izhor qilaman. Orqamizdagi bu ish butun O'zbekistonni qamraydi, ma'lum miqdorda. Yana nainki mana shu yuzlab, minglab, balki millionlab aholini o'z qavmimizga olamiz degan umiddaman. Hammalaringizga tinchlik, barqarorlik, yangi yilda oilaviy baxt, saodat hamroh bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizni mana shu yilga chorlagan Ra'noban va Nodiraxon 8-bosqich lideri Nodira Shodmonovaga alohida tashakkurimni aytaman. Bizga ustoz sifatida tanilib kelgan. Har ikkalasini ham ustozlar, hammalaringiz uchun ham tashakkur. Rahmat Ra'noba. Bizni sponsorimiz tomonidan. Nodira rahmat sizga. Liderlaringiz o'zingizga o'xshagan zo'r. Mana shu 6-bosqich sohibalari qayerga yo'qolib qoldinglar, sizlar raqsga tushirishinglar kerak. Maxsus qo'shinimiz bor, Tursunboy Partiyev tomonidan, Tursunboy Partiyev Asaka Hofizani izdoshi kelgan, Pahlavonbek Partiyev maxsus qo'shiq kuylab beradilar. Marhamat. Meni aytayapsiz. Assalomu alaykum, avvalo xush kelibsizlar. Agarimiz hazır çıkıldık, hazır çıkıldık, ketku iki tamam, yüze girgen oldu, yana o'sha biz yomon, kalbimiz alaydı, canımız fidaydı, barımız fidaydı, yana o'sha biz yomon, yana o'sha biz yomon, yana o'sha biz yomon. Sizga o'tib ketamiz. Yarın bizden gitti, arzusuga yetti, koyunlarına yürek, bunga shu kelib kerak. Yarın bizden gitti, arzusuga yetti,
yurak, yurak, yurak